restoran sohasida yoki umuman bizda sohada mijozlarni fikri juda muhim. Chunki agar mijoz nima xohlashini bilmasa, katta ehtimol bilan ish yaxshi chiqishi qiyin bo'ladi. Chunki o'zgarishlar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu restoranimizda mijoz o'zi xohlagan narsalarni aytganlar, ya'ni bu yerda ikkita kirish qismi bor edi. Bittasi kirish bo'ladi, bittasi chiqish bo'ladi deyilgan va bizga planirovka berilgan mana shu ko'rinish. Biz o'zimiz to'liq hammasini mebellarini joylashtirishimiz kerak edi. Qayerda qanaqa va sanuzellari ham bor edi. Va biz buni mana shu taklif qilganmiz. O'sha kirish joyida bar tovoni va ular xohlagani o'sha bar ro'parasida polka bo'lsa, u yerda biz choy yoki boshqa sotadigan narsalarimizni qo'yamiz deyishgan. O'shalarni hisobga olib joylashtirganmiz. Va bittada planirovkamiz mijozga yoqqan, keyingi qismi bizda o'sha planirovka bilan birga moodboard, ya'ni o'sha devorda qanaqa narsa bo'ladi, dizayn boshlashimizdan oldin buni mijozga ko'rsatamiz. Mana shu moodboard jarayonini o'zi o'rtacha planirovka bilan moodboard jarayoni bizda 1 hafta vaqt oladi. Sababi o'sha chet eldagi o'sha Amerika bo'lsa Amerika yoki Dubay bo'lsa Dubay, o'sha shahardan umumiy holatlarini ko'rib chiqib va o'sha yerdagi restoranlarni ko'rib chiqib, qonun qoidalarini o'rganib qilamiz bu moodboard bilan planirovka. Shuning uchun shuncha vaqt ketadi. Bularda ham shunaqa vaqt ketgan va moodboard bizlarda taklif berganmiz. Ikkita taklif berganmiz. Bittasi mana bunaqa qilib ko'rsatib berganmiz. Arka bo'ladi, arkaning ichida naqshlari. Keyingisi bunaqa referens. Endi bu yerda hozir detalni yozib chiqqanman. Hozir aytib o'tirsam vaqt ko'p ketib qoladi. Ikkita variant berganmiz. Ularga mana bu variant yoqqan. Va undan keyin devordagi detallarni alohida ko'rsatib o'tganmiz, detal qismlarini va bar qismlari alohida ko'rsatamiz. Mijozning fokusini bilib olishimiz uchun juda kerak bo'ladi. Va patologda nimalar ishlatishimizni variantlar tashlaganman va qol qismlari kafer bo'ladi, qaysi qismi kafer bo'ladi, qaysi qismi parket bo'ladi, o'shalarni gaplashib olamiz. Va mana shu sanuzelga ham 3 ta variant berganmiz. Qaysi stil shunaqa qilib boshlaganmiz ishni. Va o'sha tasdiqlangandan keyin dizaynni boshlab o'sha moodboard berganman. Shunda mana shu tepadagi element bor. Shu restoranning hozir asosiy e'tiborni tortib turadigan narsa mana shu element. Mana shu elementni ukamga berganimda o'sha xuddi shunaqa element emas edi. Bu umuman boshqacha stil edi. Shuni shu restoranga qayerdadir ishlatishimiz kerak dedim. Shuni o'zingiz toping, qayerdadir ishlatishimiz kerak shu detalni dedim. Bo'ldi. Va keyin 2-3 kundan keyin o'sha ukam tayyor aka dedi. Va o'sha moodboarddan kelib chiqib birga bir cho'tki qilgan. Mana shu yerda qaraganimda asosiy mana shu detal bittada yoqqan menga. Mana shu bo'yicha bittada to'ldirganmiz, ichiga asmashinalar yog'ini to'ldirganmiz keyin. Va mijozga bittada mijozga ko'rsatganmiz, mijozga ham bittada yoqqan bu ishimiz. Va hozir bu jarayonda o'sha ishlayapti. Birga bir deyarli 95% yaqin chiqqan. Bar qismi boshida qilganimizdan keyin ikkinchi qismda o'zgartirganmiz bar qismini. Sababi nogironlar kelsa, nogiron aravada kelganda ham bo'yi yetadigan narsalarni hisobga olganmiz va bitta qo'shimcha xolodilnikni qo'shganmiz bu yerga. Bitta sovuq xolodilnik, bittasi issiq xolodilnik qilib. Undan oldin biz bitta xolodilnik qo'ygan edik. Arxitektura dizayn sohasida tajriba juda muhim. Yillar va qilinayotgan ishlar. Yillar ham muhim emas. Misol uchun 14 yil, 15 yil tajriba deyish mumkin, lekin o'sha tajribada bir xil ish qilingan bo'lishi mumkin yoki o'sha tajriba o'sha yilda qotib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bizda ya'ni har bitta mijoz kelganda har bitta mijozni o'zini fikri bo'ladi, o'zini bilimi bo'ladi. O'sha bilimlar to'planib boradi. Ayniqsa restoran yoki ofis qismlarida, misol restoranda biz hozir shu kungacha 4 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi mijozimiz ya'ni o'zlarining talablari bor edi. O'sha qonun qoidalarni o'zlari ancha-muncha bilardi. Va o'sha bahanada biz sekin-sekin o'rganib boshladik. Amerikadagi loyiha hech qanaqa joyi o'zgarmagan. Даже asvishinani ranglarigacha, yonishlarigacha, hammasigacha birga bir chiqqan. Shunaqa chiqsa biz xursand bo'lamiz, chunki
ishimizni qadrlagan bo'ladi. Yaxshi chiqsa, agar o'zgarilsa, yaxshi chiqsa biz xursand bo'lamiz, lekin ko'p hollarda mijoz yaxshi chiqadi deb o'ylab turib rangli aql narsa bachkana bo'lib qoladi. Aslida bu joyda shunaqa tavsiya bergan bo'lardim, shunaqa degan bo'lardimki, agar o'zgartirish kiritmoqchi bo'lgan payt o'sha dizayner bilan maslahatlashilsa, shu joyni mana shunaqa qilmoqchiman, shuni qilib ko'rsatib bera olasizmi, qanaqa bo'ladi yoki nima deysiz, sizni fikringiz nima desa, o'shanda maqsadga muvofiq bo'lardi, zo'r chiqardi har bitta ish. Ya'ni qilingan mehnat oqlangan bo'lardi. Men o'sha bitta loyihani ko'rdim. Endi balki bitganda chiroyli chiqar, lekin juda ko'p bachkana bo'lib ketgan, hamma joy naqsh bo'lib ketgan. O'sha qo'shimcha o'zgartirish oqibatida. Lekin bu loyihamiz ancha yaxshi chiqdi. Shuni o'sha jarayonni hozirlarga qisqa tushuntirib berdim. Va bularga o'sha 3D vizualizatsiyadan keyin 360 larini ham berganmiz. Undan tashqari o'sha chizmani qilganimizda chizmadan tashqari alohida har bitta mahsulotni qaysi magazindan oladi, qayerda bor, o'shalarni hammasini topib berganmiz, manzillarini, lokatsiyalarini berganmiz. Qolganlarini o'zi yana qo'shimcha joylardan olgan. Va undan keyingi loyihalarimizda xudo xolisa keyingi videolarda batafsil aytamiz. Keyingi videolarda o'sha bizda hozir travel agentство bor va yana bitta restoranimiz bor. Ular haqida xudo xolisa keyingi videolarda aytaman. Salomat bo'lasizlar. Orqamizda chiroyli manzara, o'shaning uchun shu yerga o'tirib gapirdim. Sog' bo'lasizlar.